40 kvadrat teplый polimiz ulanadi. Seksiya bo'ladigan bo'lsa, batareykali 60 ta qovurg'aga isitadi. Ekonomichniy jihatdan qaysi bir ekonomik? Ekonomichni mana shu. Bunisi ekonomichniy. Mana shu 150 voltgacha ishlaydi. Past tokda 150 da. Past tokda 150 voltgacha ishlaydi. Bu esa 190, 180 voltgacha ishlaydi. Bu ham ekonomichniy, ham past tok. Ham ekonomichniy, ham zo'r. Bo'ldi, ya'ni savollar bormi suhbatlarda? Xo'p, aka, mana misol 300 kvadrat joyim bor, ya'ni 300 kvadrat to'pli polim bor. Qaysi birini qo'ysam ma'qul? Rasxodi kam bo'lishi kerak. Rasxodi kam bo'ladigan bo'lsa, mana shu elektrodni kotel. Sababi bu bundan tejamkorligi 40%. 40%. 40%. 60% уже bu to'liq ishlaydi. Endi yana bitta oxirgi savol, sizning gaplaringizga men ishonishim mumkin, obunachilar ishonmasligi mumkin. Shuni qo'yib, shotchilar qo'yib, tekshirib ko'rsatib ham bera olasizmi? Bo'ldi, xudo xolasa bizda mana nima deydi? Bizda ko'rib turaymi, nima deydi? Men qolganini o'zim aytaman. Kesib olasizmi shu joyni? Xullas qaranglar. Bizani kuzatish davom etinglar. Shu kotelni ustanovka qilib, shotchilarni qo'yib, bir sutkada necha kilovat tok sarf qilayotganini ham ko'rsatamiz. Hammaga rahmat.